Patgendagi To'rtko'l suv ombori Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston respublikalari uchun muhim ahamiyatga ega suv havzasi hisoblanadi. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, mazkur hududdan taxminan 50 chaqirim narida ham o'tmishda yirik suv havzasi mavjud bo'lgan bo'lib, bugun uning o'rnida adirliklar saqlanib qolgan. Ushbu omborda saqlanadigan suvdan yuqorida aytib o'tganimiz 3 ta qo'shni mamlakatlar yerlarini sug'orishda foydalaniladi. Manzildan o'tib ketayotgan har qanday kishining e'tiborini tortadigan sun'iy ko'l atroflariga, ayniqsa yozda mahalliy aholi tez-tez tashrif buyurib hordiq chiqaradi. Bundan-da maftunkor maskan esa Sarmat dengizi o'rnida saqlanib qolgan tepaliklardir. U yerga borish uchun ancha yo'l bosish kerak. Yo'l infratuzilmasi maqtagudek emas, lekin maxsus transportlarda yoki ot minib borishning imkoni bor. Jamoa bo'lib, ijodkorlar, ya'ni jurnalist va blogerlar bir bo'lib borishning gashti esa o'zgacha. Soching tarashlaringdan, nozli qarashlaringdan yondim men. Avvalgi dasturlarimizda so'z yuritganimiz Konigut g'ori va qadimgi dengiz o'rni deb yuritiladigan Sarito Madigen geoparki tarkibiga kiritilgan bo'lib, UNESCO tomonidan saqlovga olingan. Garchi hudud Sarito, ya'ni sariq tog' deb yuritilsa-da, bu yerda bir nechta rangli adirlarni uchratish mumkin. Tog' jinslari bir nechta rangda tovlangani uchun mahalliy xalq bu yerlarni toshkamalak deb ataydi. Qirg'izistonda 2023-yılı aprel ayının 17-sinde geopark қатары qo'riqqa alındı. Bunun ayanti 8164 gektarda түседі. Бұл жерде сіздер көріп тұрғандай жашыл, көк, боз, түстүү мындай бір жаратылышта жоқ цветтердегі ушул жерде сакталып турат. Бул албетте деңиздин саркындалары көрсөтүлөт. Андан сырткары бул жерден азыр кичине бир алыстыкта моллюскалардын ракушкалары сакталган. Rangin tepaliklar va moviy osmon uyg'unlashib, noyob va ajoyib manzarani hosil qiladi. Maftunkor tasvirlar olishga qulay bo'lgani uchun mahalliy sayyohlar bu yerlarga filmlarni suratga olish maqsadida tez-tez tashrif buyurishadi. Yo'l yurilgani sari tog' va adirlar ulkanlashib boraveradi. UNESCO tomonidan juda katta maydonda geopark yaratish loyihasi tabiiy go'zallikdagi noyob landshaftlarni va jahon ahamiyatiga ega geologik obyektlarni saqlab qolish, shu orqali ekologik geoturizmni rivojlantirish istagidan kelib chiqqan. Islom Nishonov, Shohyor Qayumov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Qirg'izistondan tayyorlandi.